Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 3-oyning 4-kuni juma. Bu qatim men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Xabaringlarda bo'lganidek, 2-oyning 24-kuni Rossiyaning prezidenti Putin Rossiya armiyasiga Ukrainaga hujum qilish buyrug'ini bergandan keyin bu Yevropa tuprog'ida bir igilik huquqli davlatning yana bir igilik huquqli davlatga tajovuz qilishi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni 2-Dunyo urushining bu yangi keng ko'lamli tajovuz qilishi bo'lib hisoblanadi. Garchi Amerikani bosh qilgan g'arb ellari, ya'ni NATO kuchlari o'tgan yil dekabrdan tortib toki urush boshlang'ichi bo'lgan arliqda Rossiyani bu qitim urushni qo'zg'amaslikka, Ukrainaga hujum qilmaslikka da'vat qilgan bo'lsa va bu ellarning amaldorlari agar bu urushni qo'zg'ab qolsa, Rossiyaga nisbatan ig'ir ziyon akildiganligini degan bo'lsa, ammo Putin bu buyruqni kishilarning o'ylamagan yerdan chiqib bu harbiy buyruqni berdi. Shuning bilan urush o'ti Yevropaga tutashdi. Natijada mana biz ko'rib turyapmiz, milliondan ortiq kishilar bu kishilarningki yerimdan ko'proqi, ya'ni 500 mingdan ko'proqi ayollar va kichik bolalar. Bular o'zining yurt vatan makon ayirishga majbur bo'lib, Polsha, Ukraina, Moldova qatorliq davlatlarga qochishga boshladi. Ularningki erlar, ya'ni 60 yosh bilan 16 yosh atrofidagi erlar davlatda qilib Rus tajovuzchilariga qarshi kurashni davomlashtiradi. Urush 8-kuniga qadam qo'ydi. Ikki tarafdan o'lgan, yaralanganlarning soni necha mingga yetadi. Shuning bilan birlikda yana biz qaraydigan bo'lsak, xabarlarga qaraydigan bo'lsak, Ukrainaning nurg'un cho'ng shaharlari Rus tajovuzchilarining bombardimon qilishiga, raketa hujumiga, tanka va ig'ir qirg'ichi qurollarning zarbasiga uchrab nurg'un go'zal yala xona vayronlikqa aylandi. Demak, urush degan bu shundoq. Bu urushni Putindan iborat Char Rossiya tushini, ayni vaqtdagi Stalinning arvoyi ketmagan Sovet imperiyasini qayta qurib chiqishdan iborat bu fashistningki buyruq bilan bo'layotgan ish. Mana buning natijasida butun dunyodagi xalqlarningki bo'pma tinchlikni va adolatni so'yadigan kishilarningki ko'ngliga nisbatan bir mayuslik va g'azablanishni paydo qilgan bo'lsa, ammo zo'ravonlikni yoqlaydigan, zulmni yoqlaydigan, insonlik tabiati qanmagan davlatlar va kuchlar va shaxslar buningga Putinga nisbatan uni qo'llash pozitsiyasida bo'ldi. Yaqinqi shu bir necha kundan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida ilib berilgan bu qitimliq urush tutgan pozitsiyada xabarlarda bo'lganidek Rossiyani o'z ichiga olgan 5 davlat, ya'ni Eritreya degan Afrikadagi davlat, andan keyin Shimoliy Choshen yoki Shimoliy Koreya, Suriyaga o'xshash bularning hammasi diktator davlatlar. Mana bular Rossiya hokimiyatini ayblashni rad qilgan bo'lsa-mu, yana necha davlat Rossiya hukumatini ayblashdan bosh tortgan bo'lsa-mu, ammo nurg'un davlatlar, ya'ni 141 davlat, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 141 davlat Putinning darhol Ukrainadan qo'shin chekintirib chiqib ketishini ham talab qildi. Lekin Putin bularga qaramay davomli urushni davomlashtirdi. Bugungi yangidan chiqqan xabarga qaragan vaqtda Rossiya askarlari Ukrainadagi bir yadro elektr stansiyasini egallab olgan. Ya'ni shu yerda ishlaydigan ukrainalik xizmatchilarni Rossiya askarlariningki miltiqa ostida ish qilayotgan gap. Agar bu yadro quroliga, bu yadro elektr stansiyasiga hujum qilgan bo'lsa, u yerdagi necha qozonli yadro qozonlari portlab ketgan bo'lsa, nima bo'ladi desa, bu Ukraina xalq emas, Rossiyaga, chunki ular chegaradosh bo'lgandan keyin ularga nurg'un tahlika keladi va dunyoga nisbatan buning ziyni tekkan bo'ladi. Ala hozir chiqqan xabarlardan qaragan vaqtda ahvol u darajada ig'ir emas ekan, yana muayyan kontrol ichida, ya'ni radioaktiv moddalarning tarqalishi yuz bermagan o'xshaydi. Ammo agar islom shuna bo'lavergan bo'lsa, bu urushning oxiri yoki sulhi bilan yoki bir tarafni yengish bilan oxirlashmaydigan bo'lsa, bu dunyoninki iqtisodiy vaziyatini, siyosiy vaziyatini texmo tavirtidi, ham davlatlarni maydon tutishga majbur qildi. Mana biz shu urushni shuni es qildikki, shu narsani es qilyapmizki, xuddi odamlar o'zining to'pi bilan deganga o'xshash, hokimiyatlarni o'zining xili bilan. Ayni vaqtda o'tgan haftada urush boshlanishdan burun Angliyaninki bosh ministri Boris Johnson shunday degan edi Putinga. Putin, sen Ukrainaning NATOga qo'shilmoqchi bo'lganligini sabab qilib urush qo'zg'amoqchi bo'lyapsan, ammo sen NATOni
bizning yenimizga kelma deyish orqali urush qo'zg'asang, amaliyot NATOni oldinga chaqirib kelgan bo'lasan deb. Amerikaningki axborot organlarimi bu urush boshlanishdan burun Rossiya Ukraina chegarasiga nurg'un askar to'plabdi, mana hujum qildi, uni hujum qildi degan xabarlarni bergan. Rossiyami, Xitoymi va boshqa davlatlarmi urush qilmaydi. Biz urush qilmaymiz degan Rossiya tarafidan, ammo urush qildi. Demak bu Amerika axborot organlarining axborotining to'g'riligini isbotladi degan gap. Xo'sh. Shuning bilan birlikda 22-ayning 22-kuni Ukrainaning sharqidagi ikki rayonni, ya'ni u yerda aytilishicha Rus aholisi ko'proq ekan, shu yerni mustaqil davlat deb farmon jakaladi bu Putin. Bu bunga nisbatan asosan davlatlar buni e'tirof qilmadi, ammo o'zining ba'zi ittifoqdoshlari uning qarshiligini bildirmadi. Natijada bu nimani Ukrainaga hujum qilish natijasi nima bo'ldi desa, NATOdan iborat bu tashkilotning ayni vaqtda sovuq munosabatlar urushida kommunistlarga qarshi turish tufaylidan qurilgan bu harbiy tashkilotningki o'rni texnik ko'tariladi. To'qinishlarda, harbiy to'qinishlarda yoki bo'lmasa, mushtaq siyosiy kuchlarning elishida betaraf turgan davlatlar, masalan, Shveysariyaga o'xshash davlatlarning betaraf turgan davlatlarmi, Ruslarning, Putin aholisining, jamoatining va uning do'stlarining bo'lib 110 milliard dollar boyligini to'nglatdi. Shuning bilan birlikda yana nurg'un Yevropa davlatlari Ukrainaga, NATOning davlatlari Ukrainaga askar avatib qo'g'dimgan bo'lsa-mu, chunki bundaq bo'lgan vaqtda Rossiya bilan bevosita harbiy to'qnashuvni keltirib chiqargan gap. Ham Putin yadro urush qo'zg'ashni iborat tahdidni saqlag'i uchun bular ehtiyot qilyapti. Endi bugungi xabardan qaragan vaqtda Amerikaning armiyasi bilan Rossiyaning armiyasi bir maxfiy aloqa to'rini quribdi. Ya'ni shu bilishmay urushib qolmayli deb. Cho'ng davlatlar, yadro quroliga ega davlatlar ehtiyot qiladi demakchi. Garchi andaq tahdidni saqlan bilanmi? Chunki mening qurolim bor, men seni andaqlim, mundaqlim degan bilan haqning bor-da, haq uningga sinib o'tirish uchun yasamaydi qurolni. Shu dushmandan mudofaa qilish uchun yasaydi. Ammo bu yerda Ruslar uni hujum haqninki tinchlikni buzish uchun hujum quroli qilib ishlatgan gap. Unda bo'lgan vaqtda bu butun yadro quroliga Amerikaning ittifoqdoshlarining hammasini, masalan, Fransiya, Angliyaga o'xshash davlatlarni texnik ittifoqlashtirib o'tadigan gap. Ya'ni bu Boris Johnsonning avi gapini ning to'g'riligini isbotlabdi, degini bo'layotdi degan gap. Ba'zi davlatlar NATOga, hozir Yevropadagi NATOga qo'shilmagan davlatlar, Sharqiy Yevropadagi ba'zi davlatlar ilgari Sovetninki ta'sir doirasida bo'lgan davlatlar NATOga iltimos qilyapti, kiramiz deb iltimos qilyapti degan. Bu yerda ikki kuch bor. Ya'ni Rossiya va Xitoydan iborat bir ikki kuch bor. Bu ikki kuch Amerika boshliq g'arb ellarininki cho'kishini xohlaydigan, o'zlariga xos hokim mutlaq bir yangi dunyoning tartibini, ya'ni zulmat to'lgan kishilarning erkinligini bo'g'digan bir dunyo tartibini qurib chiqmoqchi. Yani ularning qarashida Amerikaning o'zida nurg'un qalayimqanchilik bor. Masalan, prezidentni tanlash, saylash masalasida bir yilning oldida nurg'un ishlar bo'ldi. Ya'ni Aqsaroyning parlamentning oldida namoyish qilib, ya'ni egallamoqga ishlar bo'ldi. Anikin asl irqiy masalalar bor. Bu ziddiyatlarni ular qarab Amerika qatorliq demokratik ellarning demokratik tuzum ojizlashga boshladi. G'arb cho'kishga boshladi, sharq kuchishga boshladi deb manda o'ylab ketgan. Ya'ni ularning aqllari bor, ularning aqllari qog'oz ustida ularga yo'l ko'rsatib, har xil shaharlarni elishni, mamlakatlarni elishni o'rgatdi degan gap. Shuning natijasi nima bo'ldi? Shuning natijasida bular o'zini bilmay qoldi. Putindan iborat bu shaxsni olsak, Putin 1999-yili Yelsinning vaqtida shu chaqdagi bir Rossiyaning prezidenti bo'lmay turibmi, shu chaqda bu Checheniyani bostirib o'tgan, tuz qilib o'tgan Checheniyani bostirib, Qadrovdan iborat o'ziga yantayoq qildigan o'zininki gumochchisini tikilgan. 2008-yili Groznyga hujum qilib, Odessa qatorliq yerlarni elib olgan. 2014-yili Ukrainaning Qrim rayoniga kelib olgan. U yerda bizning tatar qarindoshlarimiz bor, musulmon xalq. Ularga azob solgan, ularni tiljiatdan cheklab, ularni kunlamay kelayotgan. Uningdan sirt yana bu yana bu Suriyadagi Asadning qo'llovchisi, ya'ni zolim kuchlarning qo'llovchisi. Qayerda zulm bo'lsa, kim zulm solsa, zolimlarning keynida bu Putin, ammo buni tushunmay kishilar, ya'ni maqtaydigan saranglarmi bor. Ya'ni zolimning tarafida turib, zulm chekuvchilarga istash ayblaydigan, ya'ni zulm chekuvchilarga
nafratlanadigan. Aslida to'g'ri insoniy qarash bilan bo'lgan bo'lsa, zolimga qarshi turib, zulm chekkanlarga istoshlik qilish kerak. Lekin unda qilishning o'rniga Putinni qo'llaydigan saranglarni chiqyotdi. Demak, kallis yuyilib ketgan kudichilik qimmat yo'q qo'ylar degan gapda. Endi bu Putin hozir endi biz qaraydigan bo'lsak, 2 kunning ichida 48 soatning ichida Kiyevni egallab, Ukrainada o'zimga mayil bir hukumatni quraman deb o'ylagan ekan. Lekin 8-kunga qadam qo'ydi. Urush nurg'un moddiy muassa vayronchiligi yuz berdi. Mana Kiyevda albatta nurg'un odamlar o'ldi, begunoh odamlar o'ldi. Urushningki shu yomon ta'siri yeri ashini oldigan gap. Ya'ni bu yerda haqliq taraf Ukraina xalqi, tatarlarni o'lishga qilgan Ukraina xalqi bu Rus tajovuzchilarga qarshi qahramonlik bilan kurash qilyotdi. Yana bir tarafda haqsiz taraf, ya'ni Rossiya, ya'ni Putindan iborat bu Char Rossiyaning tushunib ko'rgan Stalinning arvoyi kalista qalbida ko'chib yurgan bir adam bor. Bu hozirgi ahvollardan qaragan vaqtda bir necha xil xatoliklarni o'tkazdi deyishga bo'ldi bu Putinni. Birinchisi, G'arbningki nurg'un qarshiliklarga qarmay, undaq jazo yurgizma, bundaq jazo yurgizma deganiga qarmay bu hujumni boshladi. Bu bir strategik xatolikni o'tkazdi. Ya'ni nima degan vaqtda shu hujumni shunday boshlagandan keyin Yevropa ellari birlikka kelib bularga qarshi turdi. Hozir butun Yevropani, butun dunyoni ayrim bir pastkash davlatlarni hisobga olgan vaqtda butun dunyoni o'ziga qarshi qo'ydi. Bu bir strategik xatolik. Ya'ni bu Rossiya xalqini dunyodan ayiradigan, ularning iqtisodiy qattiq cho'kadi. SWIFT deydigan bir nimani pul muomala sistemasini qo'llab chiqadi Rossiyani. Ya'ni SWIFT degan Society for World Interbank Financial Telecommunication deydigan. Ya'ni Rossiyaning banklarini butun xalqaro bank sistemasidan chiqarib etdik. Bu Rossiyaningki pul almashtirishiga, pul yo'tkishiga, savdo qilishiga nurg'un narsalarga ta'sir qiladi. Ham shuning bilan birlikda Rossiyaga yuqori texnik narsa deb olmaydigan, Rossiyaning mollarini olmaydigan, hatto shu Amerikada ba'zi shtatlar shu Rossiyaning mahsulotlarini do'konlardan ilib, to'kab ashunday qildi. Qarshilik bildirdi demakchi. Ya'ni adolatni so'ydigan odamlar bu zolimga nisbatan ashunday hozir tishtirnoq cho'chib ketdi. Hatto bizning Bostondagi MIT deb qo'yamiz, Massachusetts texnik institutining ba'zi o'quvchilarimi maxsus kompyuter hakkerlar guruhini qurib, injener o'quvchilar shu Ukrainaga yordam berayotgan shunday gaplarni chiqdi. Demak, hatto o'quvchilardan tortib oddiy xalqcha bu urushga qarshi dunyodagi adolatni so'ydigan kishilar shunday qiladi. Ikkinchidan bu Putin yana taktik xatoliklarni o'tkazdi degan gap. Ya'ni nurg'un hatto o'ziningki davlatdagi ba'zi odamlarning qarshiligiga uni qarmay bu Ukrainaning ichki rayonini mustaqil deb jakoladi, ham askarlarini buyruq berdi, ya'ni kishilarga, askarlarga yolg'on so'zlab, harbiy mashqlab Ukrainaga urush qilib buyurgan shunday bir ahvollar bor ekan. Ham demak bu harbiy safarbarlik masalasida buningki ojizlik ko'rildi degan gap. Anadan sirt yana shu arqisab ta'minoti degandek, yana 60 kilometrga so'zilgan askarlarningki, aloqa mashinalarning, tanklarning, askarlarning turib ketgan ko'rinishlarini ko'rgansizlar. Bu nima desa, ularningki oziq-tulik masalasi, may, gaz degandek masalalar kamchilik bo'lganligidan shunday turib qolgan gap. Bu Ukraina armiyasiningki hujum nishoniga aylangan gap. Ukraina armiyasi munoiti botirlik bilan kurash qilib, ko'rikni buzib tashlash orqali Rossiya armiyasiningki Ukrainaning Kiev poytaxti Kievni ilishtirishni aslatgan gap. Demak, bu urush davomlashyapti. Rossiya Ukrainaning prezidenti Zelenskiy chaqiriq qildi Putinga. Sen nimadan qo'rqaysan? Men seni tishlamayman, kel, yuzingizga paranglashaydi, o'g'alolgan ekan. Mendan 30 metr yiroq tutulmay, u o'zininki bir amaldorlardan 30 metr yiroq turib gap qilgan emasmi? Men qo'rqma, mendan kel, ikkimiz paranglashimiz, urush to'xtaydi debdi. Shuning bilan birlikda Yevropaningki bu urushga nisbatan tutgan pozitsiyasi birdak, ovozi birdak chiqdi degan. Ya'ni NATO kuchlanyapti degan gap. Mava faşistlar yo'qolmaguncha dunyo hech bo'lmaydiganligini bular tunib ketdi. Iqtisodiy jihatdan nurg'un jazolarni, birdak jazolarni yurgizdi. Ham davlatlar Ukrainaga nurg'un qurollarni yetkazib beryapti. To'poqlari, aeroplan, anandaki Turkiya qaysi bir dengiz bo'g'izini to'sgan Rossiyaning parxodlarining o'tishini cheklaydigan o'xshaydi. Masalan, Turkiya mush tarafda, haqqoniyat tarafda turyapti. Bu yaxshi taraf, yaxshi ish. Anadan keyin 16 davlatdan 16 mingdak fidoyi askar. Buni Rambo deb qo'ysak bo'ldi. Enchaqda Rambo
bir kinoni bilisizlar ko'pchilik. Afg'onistonga kirib ularningki Rus tajovuzchilariga qarshi Sovet tajovuzchilariga qarshi urushga yordam bergan. Shu kinoni ko'rganlar bilasizlar. 16 mingdan ortiq fidoi, ya'ni haqqoniy taraf turgan fidoi yetib beribdi. Ukrainaning prezidenti buni bugun e'lon qildi, 16 mingdek fidoi keldi deb. Demak, bu ahvoldan qaragan vaqtda Rossiyaningki kuyini egallashi, yengishi undaq oson to'xtamaydi degan gap. Xo'sh, undan bo'lsa, bu xil ahvol qanchalik bo'ladi, qanchalik davomlashdi? Rossiyaning iqtisodi allaqachon ojizlab qoldi. Rubli shundoq tushib ketdi. Bir cho'ng bankiningki paychiki $15 bir sent tushib qolgan gap, 1 sent tushib qolgan gap. Cho'ng shirkatlarning paylari tushib ketdi. Xalqaro shirkatlar u yerdan chekinib chiqib ketdi. Rublimi tushib ketdi, mal bahosi o'rlab ketdi. Ham Rossiyaning o'zida bu urushga nisbatan qarshilik paranglari nihoyat ko'p yog'di. Shunaqa ahvolda Putin hokimiyati qanchalik uzun davomlashidi, bu urush qanchalik davomlashidi, bu necha xil omillarga bog'liq. Ya'ni bu urush qilishga pul ketdi. Xabarlardan qaragan vaqtda bir kunda necha 100 million dollar pul ketdi O'ristonning. O'ristonninki tashqi perevod zaposi $600 milliard atrofida. Buni kuniga 100 necha milliondan hajlasa, bu mush tashqi perevodni shu urushga sarf qilsa, bu 100 kunga yetamish bu pul jiq bo'lsa. Demak, bu iqtisodiy jihatdagi ajizlashishmi Rossiyani keyinga chekindirdi. Mana shunaqa ahvolda nima ishlar bo'lishi mumkin? Yoki bo'lmasa tez suratning ichida bular sulh tuzishib, ikki taraf keyinga chekinishi mumkin. Yoki bo'lmasa sulh tuzgan, ya'ni payshanba kuni sulh tuzish orqali bir odamlarningki bir bexatar ko'chishiga yo'l qo'ydigan bir koridorni açılgan bo'libdi-ku. Shunga o'xshash bir tarafdan so'qishib, bir tarafdan sulh tuzish mumkin. Yana bir tarafdan Ukraina qisqa muddatli egallab, Putinga Ukrainaning burunqi Rossiya prezidenti Yanukovichni tiklash mumkin, ya'ni qo'rchoq hokimiyatni tiklash mumkin. Yana bir tarafdan Ukrainani egallayolmay turib, ba'zi shaharlarni egallab turib, davomli urushish mumkin. Bu chaqda Rossiya alsiraydi. Chunki Rossiya yolg'iz qoldi degan gap. Uning faqatla bir necha ittifoqdoshlari bor, ammo Ukrainaning ittifoqdoshlari jiq. Bularga to'xtamay yordam kelib turdi. Hozirgi ahvollardan qaraganda, yuzilishdan qaragan vaqtda dunyo Ukrainaga nurg'un yordam berib turdi demakchi. Yana bularga davomli qon berib turdi demakchi. Ammo cho'disi Rossiya qonni yo'q deyilsa, iqtisodiy jihatdan alsirsa, bu oxiri nega boradi? Balkim Putin Rossiyaning o'zida Putinni og'diradigan bir kuch paydo bo'lishi mumkin. Chunki kishilarning yosh balları o'lib ketilaversa, vatanparvarlik nomida, vatanninki manfaat hammadan a'lo degan bir xil shundaq bir xil shuarlar bilan avam xalqninki ballarni o'limga tutilaversa, to'piqining kulga aylantirsa, albatta vatanlarning birasi chiqadi. Chiqib bularni taxtdan og'dirib tashlash mumkin. Ba'zida bir odam dunyoning taqdirini o'zgartiradigan ishlarni qiladi. Bir sirplarning shunday bir gapi bor ekan, hozir shu urush boshlangandan keyin buyon ba'zi yerlarda deyilayotgan. Siyosiy yo'llar qurol-yarog' berdi, boylar ochlik berdi, fuqarolar avam xalq ballarini berdi urushga. Agar urush bo'lib qolsa, urush tugandan keyin siyosiy yo'llar qurol-yarog'ni setish orqali topgan pulini hajlaydi, boylar texmo ochlik turib berishdi. Ammo avam xalq ballarini qabrini izlaydi degan bir gap ekan. Demak, urush mana shunday. Urushda asosan avam xalq ziyonga uchraydi. Endi bu Rossiyani bu Putindan iborat bu fashist shunday bir yomon yo'lnishga akityotdi. Agar urush Putinga o'xshash fashistning yengilishi bilan oxirlashsa, bu dunyoga nisbatan bir xil yo'riqlikni qilish mumkin. U chaqda Asad, Kim Jong-un va bu Putinning yaloqchilari buning dumbug'ini chaqallar keyiniga bular shuk bo'lishi mumkin va ularga og'dirilishi mumkin. Xo'sh. Bu urush to'g'risidagi hozirgi ahvol hamda yangi ahvol mushu. Texi bu urush davomlashayotib qaragan vaqtda yana bir mazgil davomlashadigan o'xshaydi. Shunga buni davomli kuzatishga to'g'ri keladi, lekin dunyo tinchlik bo'lsin. Endi ma'o yana iqtisodiy masalalarni olib kelsak, Amerikaningki ishsizlik nisbati 3.18% ga tushibdi. Tushgani bilan pul paxalligining tahlikasi bor. Shunga Markaziy bankka 3-oydagi, yana bu oydagi bankning o'sini nisbatini o'stirish planidan yanmaydigan ekan. 0.25% o'stiradigan o'xshaydi. Bu albatta shu uy oldiganlarga nisbatan aytgan vaqtda ham yaxshi xabar, ham yaxshi xabar emas. Yaxshi xabar degan vaqtda balkim bu uyninki bahosining tushishini ilgari sursa,
yaxshi emas degan vaqtda bu ular oladigan mortgejning nisbatini biroz o'stiradi. Pay cheki bozoriga nisbatan aytgan vaqtda shu urushning ta'siriga pay cheki jiq uchrab ketdi. Ular Dow Jones bak uchib ketdi. Bu Amerikadagi 30 dan ortiq xalqaro shirkatniki, ya'ni bu shirkatlarning Rossiyaga misol nurg'un mablag'lar olyapti. Bular ta'sirga uchrab ketdi. Shunga pay cheki bozorida davolg'ish bor. Bunga to'g'ri umid var qarag'il olmaydi. Shipirliq pul bozorida mo tavrinish bor. Endi ma o shipirliq pul to'g'risida bir coin qazdigan mashinaning gapini qilib qoldi ba'zi qarindoshlar. Coin qazdigan mashinani buningmi qiziqishi avval shipirliq pul, andan keyin shipirliq pullarni ilib sotadigan munbar, andan keyin shipirliq pullarni qazadigan mashinalar shunday narsalar barliq kelib ketadi. Ya'ni pul muomala sistemasiga, hozirgi navbatdagi pul muomala sistemasiga shipirliq pul bu bir singib kirdi. Endi bu coin qazadi degan qanday gap? Bu pul deganni kim ishlab chiqaradi? Pul deganni kim taqtatdi? Mustaqil egilik huquqli davlatlar taqtatdi. Hozircha endi bu kishilar hozir coin mashinasidan birini ilib shu orqali qazimiz deb o'ylayotganlar bor. Men bunga toza umidvor qarab ketdim. Chunki hozir bu shipirliq pullarni qazish, masalan, bitcoinlarni qazish burungidek yakki oson emas. Yakki shaxslarningki ish bilan emas, bu sistemlashib ketdi. Shirkatlar top-top kollektiv qilayotgan ishlar-chi bu. Shunga ba'zi coin mashinalarini 8 dollarga, 9 dollarga olib qo'yib, o'sha o'zi coin qazilsa, qanday coin bu shipirliq pulning turimi 17 mingdan ishib ketdi. Sağan sarfiyatni tepib olalamdiq, qaytirib olalamdiq, qanchalik pul topamiz. Ya'ni cost benefit analiz degan gap bor. Tanlarq bilan foydaning o'rtasidagi munosabatni yaxshi bir taraf qilish kerak. Agar ziyon tortadigan ish bo'lsa qilmaslik kerak. Shunaqa. Shunga meningcha coin qazish mashinasiga 8 dollarga pul qajlab elib, o 8 dollarga coin qazim deb uni qilib qo'yib, uni nurg'un tok sarfiyati ketib, kuniga 10 dollardan topdim degan bilan rost shunday bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu ishlar unda o'ng'ay emas. Shaxsan men bunga umidvor qaramayman. Men unda mashinani sotib olmayman. Shu 8 dollarni boshqa shipirliq pullarni olib qo'yman. Ya'ni Ponzi skem deydigan, Ponzi ilisidan xoli bo'lgan, iliqlik OneCoin emas, bunda Shiba Inu'da, Galadek pullarni olib qo'yman demoqchi. Shunga ko'pchilikka beradigan o'zimning ko'z qarashini deb qo'ydim. Shu coin qazilgan mashina elish olmaslik masalasida shaxsan men bo'lsam, men olmayman. Rahmat.